Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Mana bugun 14-may 2025-yil tuman hokimligi va barcha tijorat banklari bilan birgalikda sizlar bilan yig'ilish o'tkazmoqdamiz. Yig'ilishda ko'riladigan asosiy masalalar bu banklar tomonidan taqdim qilinadigan kredit produktlar turlari va sizlar tarafdan bo'ladigan savollar bo'lsa, shular bo'yicha muhokama qilamiz. Vaziyatida muammo yo'q. Ular odam topolmayapsizlar o'z bankda. Açık olur çünkü mamuzam yok. Bo'ladi. Risk menejment bugun xulosa qildi, bu beradi. Qachon tashadilar? Bugun tashadi. Hali tashadi. Munosib kun. İlk gün yok. Uzog'i menimcha 3 kun xulosasi. Cuma günü telefon qilasiz mamuzam. Bugun chorshanbami? Cuma günü telefon qilasiz, u yerga kuningizda. Bu valyuta kreditda hozircha muammo yo'q. Odam topolmayapsizlar banklar o'xshaydi. Hammasida beriblar. Hozir siz bermasangiz boshqa bankga borsa jonda beradi. Valyuta. Qo'qondan bilasizmi? Cuma günü siz telefonlashib qabul qiling. Alcharaga juma kuni bankdan so'raysizda masalasi. Bu Juma kuni bersa uzog'i 3 kun, bo'lmasa 1 kunda ham keladi jo'q. Uzog'i 3 kun. Odam kerak bo'lsa, butun javob beradi. Ha, hozir valyutaga odam topolmayapti, bak. Beradi, muammo yo'q. Bo'lmaki? Bo'ladi, aka bo'ladi. Nomerlar yozilganmisiz? Ha. Kelgan kim? Merhaba. Qaysi korxona? Men mejaga tekstil ishlayapman. Yuzvelar kredit qilib oldik. Shunga Milliy bankda shunga keldim. Siz avval ham kredit oldingizmi? Jahongirga Yopilganmi? Yopilgan. Hozir bankka topshirdingizmi? Ha, dokumentlar topshirganman. Jahongirga xabaringiz bormi? Xabarim bor, bizlar guruhdan chiqyapti kredit, bizlar hujjatlar tashlaganmiz. Bu kishi aytganda reyestrda turibdi. Balkim bugunda javobini beradi. Bo'lmasa chiqarib oladi. Endi bunaqa qilish kerak-da, bunaqa. To'g'ri endi bu tadbirkor. Reysda bu demashimiz kerak. Hozir faoliyatni kengaytiradigan tadbirkorlar juda kamayib ketyapti-da. Mana 6 oylikda statistika bo'libida tadbirkorlar faoliyatini kamaytirib tashyapti. Masala pul yo'q. Aslida shu o'zlar aytib, aka tuman kuzatishga ta'sir qiladi. Qancha pul kerak jonlar? Shunday chiqadi, jumagacha chiqib qoldi. Hozir juma kuni. Juma kuni ertalab. Masala qildirmaysiz. Tadbirkor o'zi kelyapti. Sizlar boshdan kerak, chunki mahallada banklar bor. Aka siz o'zingizga tegishli bo'lsa telefonlar qiling. Qancha bo'lib topshirganga ular? Tushuntirgansizmi, aytgansizmi? Kishlar haftada o'zini hujjatlarda ishda muammo bo'ldi, bu kishi tarafdan bo'lishi kerak bo'ldi. Kecha juma kuni tashladikda. Hozir hamma narsa bo'ldi, to'g'rimi? Hamma narsa bo'ldi, reyestrda turibdi Toshkentda. Juma bo'lsa o'zi bugun chorshanba tushdi. Balkim bugun erta ruxsat beradi. 312 bo'yichami? 312 dedi. Tagi bo'lish kerak, hujjat tuzab turingizlar ularda. Jarayon qanaqa bo'lyapti, nima qilyapti? Ularda mingta material bo'lishi kerak. Toshkentda biz borganmiz aka, vazirlikka ishlamaydi. Vaqt o'tkazib turadi. Shuni taylab qo'ying. O'zlari nishbati yoki 10 kun agar men temir yo'l bo'yicha 10 kun vazirlikka bordim. Ishlamaydi. 10da keladi. Yaqa o'tadi, vaqt o'tadi, bo'ldi aka. Shundan kech bo'ladi. So'ramasangiz edi, shu baqa qo'yaydim, hay kelibsizlar shaxlandik. Nima deysan? 10da kerak. Telefon qilib bo'lsa ham so'rab ko'rish kerak. Bugun so'rayman. Juma kuni aka telefon qilasiz. Juma kuni mana shu shtatga telefon Jumasiga yozib. bo'lmaydigan bo'lsa aytasiz. Biz keyin chora ko'rishga rahmatga beramiz. Nomerlar yozganmisiz ashtu? Yozilganlar. To'g'ri aka. Kim bor yana? Men yat etib ishlayman, tadbirkorda. Kreditga topshirganman, 20 kun bo'lyapti, hali javob yo'q-da menga. Aloqa qiling. 20 kun Yoshlar bo'yicha. agentligiga ishlayotgan bitta xodim. Yoshlar bo'yicha. Aloqa bankiga berish boshladi shu. Beryapti, buni qilsa berdi, navbat bilan beryapti, ham aytayapti. 20 kun bo'ldi-da men topshirganim. Qaysi mahalla? Xo'jamonat mahallasi. Kim familiyangiz? Eshonobod. Ular o'zi Men shug'ullanib o'zim bir 6-7 marta borib keldim. qayerga? Aloqa bankiga. Xodimlarning nomerini olganman, telefon qilasan degan. Telefon ko'tarmaydi. Agentlikning ichida ishlaydi. Telefon qilsa ham bezovta qilma, yo o'zing kelib ket deydi. Hozir har kun keladi, hozir operatsiyalar o'ta kelyapti. Ular men bizda Hozir so'radi. Siz ular mana Ibrohim degan mana tanisa bo'ladi. Yo'q, ko'rgan. Yoshlar shtabi deganda o'rin bosadi. Hozir shaxsan ular o'zi shug'ullanadi. Bu yosh qasam qo'yammi? Ertaga bilasizmi 19-11 qanaqa tadbir bo'lishini bilasizmi? Mana bitta masala. Mana masala. Shaxsan o'zi javob beradi. Telefon bilan yozilganmisiz? Ha, yozdim. Bugun ijrosi Muhammad Sharif, bugun ijrosi.
Yana kimlar? Keyin orqadagi Keling, keling, opasidan oldin o'tirib opa sizdan keling. Keling, opa, keling. Keling. Qaysi Merkanchadan salom valaykumlar. Kreditlamoqchi edim 50 kundan Agrobankdan. Chorvachi. Chorvachilik qaysi turmoqchi? Nima bu? Qaramaroq. Beryapsizlarmi bitta? Ha, beryapmiz. Hujjatlarni olib. 50 million berasizlarmi? 50 milyonga o'tdi, o'sha 33, 50 milyon. 50 milyon bo'ldi, ha? 50 million bo'ldi. Endi bu har xil bor, 5 millionga, 17 millionga, boshqa 50 millionga boshqa reklama. Bezalozmi? Bezaloz faqat bankka biriktirilgan mahalla bo'lishi kerak. Haqiqatan bizlarga bergancha biriktirilgan. Kiyim shaxta olsin. Hokim odamsiz qilib. Hokim bergan javob beramiz. Beramiz. Bulardan hepsi bo'lmas, bu bank o'zi qiladi. Bank o'zimi hukumat kerak emas? Limit bil kerak emas? Hujjatlar topshirgan? Topshirib oldik. Bugunmi? Buni oldik. Qachon vaqt berasiz? 2 kun ichida. Juma kuni yozing, Muhammadcha. Nomerni olasiz, telefon qilasiz. Juma kuni telefon qilasiz. Ijozat berasiz. Ko'ranilgan? Agar juma kuni qilsangiz, yakshanba kuni bozorda mo'l oladi. Faqat maqsadli bo'lsin. Bu yerda borgandan keyin o'qigandan keyin tekshirib turadi bu. Ro'yxatda bo'ladi, shuni qo'yadi. Bo'ldi boshqa narsa yo'qmi?